Assalomu alaykum kanalim a'zolari. Bugun sizlar bilan birgalashib ganfan taomini yana bir bora sizlar bilan birgalikda tayyorlaymiz. Qani bo'lmasam boshladik. Bismillahirrohmanirrohim deb mol go'shtini ichki sonidan foydalandim. Parre qilib to'g'rab, yiriroq parre qilamiz. Bitta idishga qizil shirin achchiq paprika 2 xilidan, murch, zira, kurkuma, tuz, koreyskiy tuz, soyalarni solib, go'shtimizni tuzlab qo'yamiz yarim soatga. Shunda juda ham tez pishadi. Bu shoshilinchda tayyorlanadigan taom. Mehmon kelib qolganda ham o'zi shoshilib turgan paytingizda tayyorlab olsangiz juda ham tez tayyor bo'ladi. Mana qizil rangli bolgarskiylarimizni birin-ketin to'g'rab olamiz. Mana lentani sekinlashtirib qo'yganmiz to'g'ralish jarayonini ko'rish uchun. Mana birin-ketin bitta sosiyali bemalol yetadi. Biz oilada 6 kishi bo'lganligimiz uchun har doim o'zimizdan kelib chiqqan holda tayyorlayman. Bemalol yetadi 6 kishiga bu taom. Mana bitta kichkina turibni o'zini 2 ga bo'lib, parre qilib to'g'rab olamiz. Mana to'g'rash jarayoni. Pekin karomini ham kassoy qilib to'g'rasanglar juda ham chiroyli bo'lib chiqadi. Mana pekin karomini ham kassoy qilib to'g'rab olamiz. Mana sekinlashtirib olamiz videoni. Piyozlarni ham yiri qilib to'g'raymiz. O'zimning harakatimga o'zim hayron bo'lib ketyapman. Mana selderini bandini shunaqa qilib kassoy qilib to'g'raymiz ichiga solishga chesnok bilan birga. Bay tarafini bo'lsa taomimizni ustiga sepsanglar chesnok bilan aralashtirib juda ham yoqimli aromat ta'm beradi. Ukropkashni hech ishlatmaymiz bunga. Mana alohida idishga olib qo'yib, yog'ni ko'proq 1,5 cho'mich yog' soldim. 1,5 cho'mich yog'ni solib, go'shtimizni yog' qizib ketmasdan solamiz. Shunda go'shtimiz qotib qolmaydi. 10 minut dimlab qo'yib, o'zini seliga mana piyozni turib solib, qo'lga tomatlarimizni solib, mana birin-ketin masalliqlarni solib, qovurishda davom etamiz. Mana chesnoklarni solgandan keyin juda ham shirin hid chiqadi. Mana endi tomatlarimizni solyapmiz, tuzlarni solib, mana yaxshilab aralashtiramiz. Qizil kurkuma ham solyapman, paprika. Mana birin-ketin masalliqlarni solib, 10 minutda tayyor bo'ladi. Shundoq qo'yamiz-yu, suv solganimizdan keyin 5 minut dimlasanglar, o'sha 10 minut jarayonida tayyor bo'ladi. Guruchni oldingi videolarimda joylaganligim uchun bu gal joylaganim yo'q. Mana xohishga ko'ra bezatib, dasturxonga tortasizlar. Mana juda ham mazali, chiroyli bo'lib chiqadi. Ko'rib turganingizdek mana parlari issiqini xohlasanglar achchiq qo'shib yuborsanglar, undan ham yaxshi bo'ladi. Kanalimga a'zo bo'lmaganinglar albatta a'zo bo'lasizlar. Fikr mulohazalaringizni kutib qolaman. Yana qanaqa taomlarni tayyorlashimni xohlasanglar, kommentariyaga yozsanglar, albatta shu taomni ham tayyorlab ko'ramiz birgalikda. Men sizlarni juda ham yaxshi ko'raman.